Sherbekni oldimga olib kelinglar. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Sherbekxon, men seni oilaga taklif qilaman. Qo'shing aka semyaga. Sherbekxon, xush kelibsiz semyaga. Hello, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sherbek ham. Bugungi videomizda ko'rib turganimiz axborot o'rtamiz do'stlar. Bugungi videomiz boshlanishiga go. Do'stlar, eslaringizdan chiqmasin, chatga promo so'zini yozamiz. Active Reward promo kod degan joyga panjara Uzbekistan promo kodi yodingizdan chiqmasin do'stlar. Yangi kirganlaringiz uchun bonuslar beradi. 3-urin bo'lsangiz 2xp, ya'ni urin ko'tarib beradi. 50 ming, 15 ming pullar va har xilcha maoshlar beradi. Mana menga tergansan dedi do'stlar. Biz hozir bugun zadaniyalar bajaramiz. Mana biz hozir bugun inkassatorda ishlaymiz 4-urin bo'lganimiz uchun. Inkassator yujniyni tanlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan joyni tanlaysizlar. Inkassator yujniy, menga yana yujniy yaqin bo'lganim uchun Yujniy bankka yaqin do'stlar. Mana go. Do'stlar, kelib turib Rabota inkassator bo'limi bosamiz va mana inkassator formasini kiyamiz va arendaga mashina olamiz. 1000 so'mga oldik do'stlar. Mashinamizni zavod qilamiz va Findatim promo kodini beramiz. O'z metga beradi. O'z bergan metka bo'yicha bankomatga boramiz. Mana bizga semi, ya'ni jurnalistlar ishxonasiga berdi do'stlar. Mana do'stlar, ko'rsatilgan joyga yetib kelamiz va mashinadan tushamiz va qizil metka, ya'ni bankomat oldiga boramiz. Yuguramiz. Mana Flame degan semyaniki ekan buni mashina. Biz ham familydamiz. Kelamiz va 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya'ni teramiz sonlarni va pul chiqib pullarni ko'k idishga solamiz va qo'limizda ko'k quti paydo bo'ladi. Ko'k qutini olib borib mashinaga solamiz. Naq mashinaga qizil tochka chiqadi va qizil tochka oldiga olib kelamiz va mashinaga solin. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, mashinaga o'tirib olamiz va karta, ya'ni boya ish boshlagan joyimizga bankomatdan pul olib, yana shu bankka olib boramiz do'stlar. Mana asta chiqib olamiz. Ana urdik. Ana yana urdik. Va yana go, yana 3 kilometr 563 kilometr yurishimiz kerak. Mana do'stlar, bankomatga yetib kelamiz. Bankka va qizil qo'yamiz. 14462 so'm berdi. Bizning pulimiz 302 ming bo'ldi. Biz har xil ishlar ko'rsatib ketayotganimiz uchun ozgina ishlab ketamiz va yana mana shu kelib bosamiz va ishdan bo'shadik. Mana o'zimizning formamizga, yana mashinamizga minamiz do'stlar. Mashinamizga minamiz. Hozir mana bankka 300 ming pulimizni qo'yib olaylik do'stlar. Bankka kiramiz va bankomat kirib mana shuni oldiga kelib keyingisi ana shunga 300 ming yozamiz. Chunki kartadan o'tkazamiz. Kartadan pulga o'tkazmoqchi bo'lsak, ikkinchini tanlashimiz bosdik. Mana 300 ming pulimiz bankka o'tdi. 2623 so'm pulimiz qoldi va yana kartani bosamiz. Rabota bo'limiga o'tib, endi Yujniyda bo'lganimiz uchun Yujniy avtopark, avtobusniy parkka bosamiz. Mana avtobusniy parkka kelamiz. U avtobusniy park har vokzalning oldida mavjud. Mashinadan tushamiz. Endi biz sizlar bilan hozir 4-o'rinda ishlaydigan ish avtobusni ko'rsatamiz do'stlar. Videomizga like bossalaringiz baliqchi ovlash ishini ham ko'rsatamiz. Mana 200 rublga Yujniydan Ekaterinburggacha olamiz. Mana har bitta odam o'tirsa qancha bersin debdi, 100 so'm bosamiz va mana olindi avtobusimiz do'stlar. 200 rubl, atagini 200 rublga olsak bo'ladi arendaga.
Qani endi go. Mana bu tochkalar yig'amiz. Mana bayroq bor joyda 10 sekund avtobusimiz avtomatik to'xtaydi. Mana kartalar, gaz botqichlar avtomatik o'chadi do'stlar. Har qizil tochkalar yig'ib endi Ekaterinburg bankiga borib davom ettiramiz do'stlar. Mana bizning bitta klientimiz chiqdi. Chiqqandan 100 rubl berdi. Mana 2523 so'm bo'ldi. Hozir biz Ekaterinburgga borib davom ettiramiz. Mana do'stlar, Ekaterinburg bank vokzalga ham yetib keldik. Mana metkalar yig'ib do'stlar. Mana bu metkani ham olamiz. Mana ish bajarasizmi yo to'xtatasizmi dedi. Mana 6000 so'm berdi do'stlar. 8,5 ming pulimiz bo'ldi do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Promokod Uzbekistan promokodi eslaringizdan chiqmasin do'stlar. Hammaga xayr do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like, kommentlarni bosing. Sizlar qancha ko'p aktiv bo'lsa, shuncha ko'p videolarimiz chiqarishga tezroq harakat qilamiz do'stlar. Panjara Uzbekistan promokodi eslaringizdan chiqmasin. Hammaga xayr. Sizlar bilan Sherbekxon.